Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida merkezde 8 qavatli toza qurilgan domimizni 3-qavatında 120 kvadratlik 3 xona satuv akuliyatı birgalikda ko'rib o'tamiz. Bu yon tarafimiz Obuz taraf bo'ladi, bu yon tarafimiz Nadmiz, Bekdukan, Mirkafe, Xorazm Palas, Dekan Bozor. Saychan bilan danışaramiz yetdik. Yo'l ustida. Yurtdoshlar ham 3-qavatga keldik. Ochib o'tganimiz 8 qavatli toza qurilgan domimizning 3-qavatında lifti ishlab turibdi. Podizlerimiz gördüğünüzde ayak teyip muramata 3 xonadondan tushgan ekan. Liftimiz ishlab turibdi. 120 kvadrat. Bismillah deb video obzorimizni boshlaymiz. Giraverish prixojimiz keng tushgan. Doğrumuzda sanuzel, oshxona, katta spalni, zal, yana bir spalni yurtdoshlar. Hamma xonasida balkon bor. Devorlarimiz oppoq shpakulyovkadan chiqib turibdi. Bu yerimiz oshxona bo'ladi. İşini variantda tushgan. Gaz shotchiklarimiz o'rnatilgan. Bu yon tarafimizda ochiq balkon, uzinasına yetgan şimdi. Orqana ham kelib chiqsa bo'ladi balkondan. Bu yon tarafimiz katta spalni. 120 kvadrat dokumentda yurtdoshlar. Shotchiklar qo'yilgan, suniki sanuzel. O'zi 120 kvadratdan katta ekan. Birimiz spalni. Birimiz katta zal. Bir tarafımızdan açık balkonda ega yurtdoshlar yo'lning ustida. Lokatsiyamizni yana bir tushuntirib o'taman. Mirkafe, Bekdukan, Xorazm Palas, Dekan Bozor. Yan tarafımız Obuzdrav, yan tarafımız Nadmiz. Yurtdoshlar bahosini keladigan bo'lsak, kvadrati 6 milyon 500 dan. Ekrandagi nomerlarni chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omadli.